Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli do'stlar. Bugun ishlashning qadr qimmati haqida to'xtalamiz. Ishlash dinimizning amri, hayotlikning talabi. Tirikchilik yo'lda ter oqqizish eng sharafli amal. Gerçi Allah Taala barcha canlılıkның rızkını birişini üstüge algan bolsumu, her bir canlılıkını işleşke ve Allah Taala birdiğen aşı rızkını üzü tepip yiyişke buyurgan. Çünkü dünyanın işleri sebeplerine bağlı kılıngan. Sebep kılganlar məqsədiki yetido ve arzu kılgan armanlarını emelge aşırdı. İslam dini işleşini perz kılıp belgilgen ve işleşinin şanini, kadir kıymetini yukarı götürgen yegane din. Müslümanların kudret tepişi ve halkaralık rekabetine takabül durup, özünün yüksek ornunu namayan kılışı için ulanın işleşi ve işlep çıkarışı şart. Allah Teala Müslümanların işleşke buyurup, "Femşu fi menakibiha ve kulu min rizqihi." Sizler tirikçilik kılıp ziminin taraflarında menip Allah'ın bergen rızkını yanlar da buyurgan. Yana fe'ida qudiyatus salatu fantashiru fil ardi ve battaqu min fadlillah. Yani namaz o'qilib bo'lganda ziminga tarqalib tirikchilik qilish orqali Allohning fazlidan rizqinglarni talab qilinglar deb ko'rsatgan. Bu oyat kinki oyat Cuma surasida kelgan. Yani cuma namazıga münasibetlik. Yani bazı kişilerde cuma günlükte biz işlemeyiz, cuma günlükte ibadet kılıp oturmayız deydigan itiqad var. Bu to'g'ri emas. Allah Taala muşu hata düşünceni kişilerin kallasını ketkizish için namaz o'qilib bo'lgan chaqda tirikchilikka hemen qo'yilinglar deb buyurgan. Yani cuma namazı olsun, 5 vaqt namaz olsun, qanday namaz olsun, namazning vaqti kelganda ishni tashlab namozga kelamiz. Namaz o'qilib bo'lgan vaqtida vaqtni o'tkazmay, derhal yani ishga tutish qilamiz. Shunda qilganda taraqqiy qilg'il bo'ldi, shunda qilganda pul topqil bo'ldi, beyg'il bo'ldi hamda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har kim uchun o'z qo'li bilan ishlab yegan taomdan yaxshi taom yo'q." Allohning payg'ambari Davud alayhisalom o'z qo'li bilan ishlab yeydi. En yaxshi kasb halal ticaret ve öz qo'lining mehnatidir. Cenim ilkide bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilaman ki, birovning o'tin to'shib tirikchilik qilgani boshqalardan tiliginidan albatta yaxshidir. Boshqalardan tiligan bilan ular ya biridu ya bermaydi. İşleyen işleydi. Afsuski hazırki Müslümanların mutlak köp sonligining ishlab chiqarguvchi emas, balki iste'molchi bo'lib qolganligi ularning Qur'on Karimning ko'rsatmasidan qanchalik yiroqlashib ketganligining bir ifodasi. İslam mamlakatlaridagi kundalik ishlash soati intayin az. Ba'zida yarım soat, ba'zi mamlakatlarda 18 minut. Bazı memleketlerde olsa 12 minut arasında buldu iken. Ama Avrupa, Amerika, Yaponiya qatarlıq devletlerdeki kündülük işleş saati 8 saatin qat'iy kam bo'lmaydi ekan. Şuna ular her tarafdan terakki qilgan. Ularda Müslümanlarning diyarlarida bo'lgandek zapas tabiiy boyliqlar bo'lmasa-mu terakki qilgan ve boy bo'lgan. Men Avstraliya, Germaniya qatarlıq devletlarda sayohatda bo'lgan. Etigen bamdat vaqtida yollarda qatnash zishligidan hamma odam sirtga chiqib olgan o'xshamamdo deb qoldi ekanmiz. Oqshimi soat 9 dan keyin yo'llarda odam topqil bo'lmaydi ekan. Yevropa davlatlaridagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlar mendan biz namoz bamdatdan burun uydan chiqib bo'lamiz. Bamdatning vaqtida uyimiz bilan ish o'rnimizning o'ttirisida bo'lib qolamiz. Şuna biz bamdatni yo'lda o'qisak bo'lamdi yoki ish o'rnimizga berib o'qisak yaxshimi degan mazmunda fatvo so'radi. Buningda ma'lumki, mazkur davlatdagi kishilar bamdatdan burun ish qilmagan ekan. Şuna ular iste'molchi emas, ishlab chiqaruvchi bo'la olgan va taraqqiy qilib boy bo'lgan. Afsuski, biz yashayotgan islom davlatida kundalik tirikchilik asosan namoz asrdan keyin boshlandi. O şu namaz əsrindən başlanıb kəs saat 12-lərgəcə davamlaşıdı. Pişin namazının vaxtıqıca uxlaş bu dövlətlərdə moda desək mi buldu?
Hükümet organlarida ve şirketlarda ishlaydiganlarmı atigan soat 9'ga ishga kelib bo'lsa, katta ish qilgan bo'ldi. Peshin namozini o'qib bo'lgandan keyin ish o'rinlarida odam topqil bo'lmaydi. Şuna bu memlekette bir saatlik iş haftaga, bir günlük iş aylarga suzulup gidiyor. Bularga Allah Taala zapas tabiiy boylik ato qilmagan bo'lsa, och qoladigan deb o'ylab qoldi odam. Müslüman emas devletlerinin puhralari gerçi Kur'an Kerim'ge iman etmegan bolsa-mu, ular Kur'an Kerim ko'rsatgan ve Allah Taala bekitgan qonuniyat bo'yicha ish ko'radigan. Ba'zida shundoq o'ylab qolaman, ularda birla iman kam ekan. Agar ularning islom dinimizga iymoni bo'lsa, hamma ish tamom ekan. Çünkü biz İslam'ın namını yaşayotgan muşu vaqtlarda ular İslam'ın ruhini ve İslam ahlakını yaşatmaktaken. Kur'an-ı Kerim işleşke buyuruydu. Kur'an-ı Kerim'de amel yani işleş degan söz 359 o'rinda kelgan ve köplеген ayetlarda işleş degan söz imanға yandaştırıp keltirgan. Mesela innellezine amanu ve amilus salihati kanat lahum cennetul firdevs nuzula. Şəksiz ki iman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanların mənzilgahı firdevsi cennetleri buludu. İnnellezine amanu ve amilus salihati seyec'al lahumur rahmanu vudda. Şəksiz ki iman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanlar üçün Rahman Allah dillarda muhabbet peyda qıldı. Bu ayetlerde kelgan yaxşı amel din ve dünyalık için işleş talep kılgan barlık yaxşı amellerini ko'rsatdi. Demek ahiretlik için yaxşı işlerini kılış zürür bolgandak dünyalık için toğra ve yolluk işlerini kılıp tirikçilik kılışma intayin zürür. Tarixte görülmegen yardımlaşış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz vaxtida Medine Munavvara şehriga hicret kılıp bargandan keyin o joyda Mekke'den kelgan muhacirlar bilan Medinelik ensarlarning o'zaro qarindosh bo'lishini e'lon qilgandan keyin muhacirlar bilan ensarlar o'rtasida bar narsasini bo'lishishdan boshlab biri vafot bo'lsa hayot qolgani uningdan meros oladigan adet yolga qo'yilgan. Keyin maxsus oyat nozil bo'lib, ularning o'rtasidagi meros elish odati amaldan qoldirilgan. Muhacirlar bilan ansarlar o'rtasidagi bu qarindoshlik odatdagi diniy qarindoshlikdan halqagan alohida bir qarindoshlik bo'lgan. Ansarlardan har biri muhacirlardan birerden kishini o'ziga qarindosh qilib olgan edi. Şu çağda Mekke'den kelgan muhacir Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu ansarlardan Said ibn Rabi'a radıyallahu anhu bilan qarindosh bo'lgan edi. Said ibn Rabi'a Abdurrahman Avfga taklif qo'yib, mening pul melimni tangdan bo'lishayli deganda Abdurrahman ibn Avf, rahmat, Allah sana pul melingda barakat ato qilsin. Sen bana bazarını ko'rsatib qo'ygan, tirikchilik qilay deydi. Shuning bilan Madina bozorida savdo qilib yurib, oz vaqt ichida boy bo'lib ketdi. Keyincha musulmonlarning ichidagi eng boy kishiga aylandi. O nihayet sehi ve takvadar kişiydi. Hayat vaktida mal dünyasının teng yerimini Allah yoluga atıp etken. Miladiyanın 630 yılı Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ın başçılığında Tabuk gazetiga tayyor bo'lganda Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu 700 tügünü üstüdeki tavarları bilen koşup cihatga atıgan. Vafat bo'ldigan vaqtida Bedr g'azotida qatnashgan mujohidlardan har biriga 400 dirhamdan pul berishni va Payg'ambar Aleyhisselam'ning ayollaridan har biriga ma'lum miqdorda mablag' berishni vasiyat qilgan. İşlemaslikka hech qanday uzr yo'q. Bir günü sahabelerden biri Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gelip, "Ya Resulullah, ben yoksulluktan bek qiynalib kettim" dedi. Peygamber Aleyhisselam onunla, "Uyingda pulgu yargıdak bir narsa bolsa elip gel" dedi. O kişi uyuga ketip bir jup konu ayağını elip keldi. Bunundan başka pulgu yargıdak narsa tapalmadım dedi. Şunun bilan Peygamber Aleyhisselam o kişini bazarga başlap berip, bu ayağını alıdığanlar bamo deydi.
Yani Peygamber Aleyhisselam sahabe bilen bille bazada ma ayağını aldığan adam bağımı da ilan kıldı. Bu arada sahabelerden biri kilip ayağını 2 dirhemge setip aldı. Andın Peygamber Aleyhisselam o kişiye 2 dirhemni berip 1 dirhemge palta setip al, yana 1 dirhemge perzentlerine yemek içmek setip al. Andın jangalga berip otun kesip kelip sat deydi. Adam Peygamber Aleyhisselam körsetken boyunca iş kılıp bir bağ otununu kesip elip kelidi. Peygamber Aleyhisselam bu otununu 1 dirhemge setip aldı. Andın onunla "Emdi sende paltomu boldu, desmimi boldu. Bunun için muşunda kılıp tirikçilik kılgın" deydi. Şunun bilen bu kişi bir obdan tirikçilik kıldığan ve ailesinin ihtiyaclarını kamdaydıgan bulup kalıdı. Tiriktablar yeryüzüge yük. İşleş tiriklerinin nişanısı bolsa, tiriktablar ülüklerdir. Bir günü 2. halife Umar ibn Hattab radıyallahu anhu mescitten çıkmay ibadet kılıp oturgan bir kişini körüp kalıp onun yanına bardı ve onun turmuşunu qandaydıganligini soraydı. O turmuş işlerimni qarindishim qilib berwatıdı deydi. Şunun bilen Umar ibn Hattab radıyallahu anhu onunğa "Undaqda senin qarindishing senden bakroq ibadet qildigan kişiken" deydi. Bir adam oğlunu tirikçilik işlerini ügensin dep, etigende şehirge 1000 dirhem pul bilen yolga salıdı. Ama oğul gün tuş bolmayla qaytıp kelidi. Ata bu işten hayran bulup "Oğlum, kech bolmayla qaytıp kepsen o, qarganda tapavuting yaxshi bolgan o'xshamamdi" deb so'raydi. Oğul cevap berib "Dada, men tirikchilikning eng o'ng'ay yo'lini tepib oldim" deb qiziqarlik bilan so'zlashga boshlab mundaq deydi. "Men yezimizdan shaharga piyoda mang'anlikim uchun yerib ketdim. Shuning bilan bir daraxtning tubida orom elib o'tiratdim. Bu arada bir sher bir kiyikni qo'g'lab kelayotgan. Kiyik sherga tutilib qolmaslik uchun bor kuchi bilan yugurib qochdi. Sher yaqinlashsa uning yuziga to'pi chechib qo'yib, yana qechishni davomlashtirdi. Ular shundoq bir meydan qo'g'lashib, oxiri sher kiyikni tutib oldi. Ondan uningdan azroq yeb qo'yib ketib qoldi. Bu arada yana bir daraxtning tubida ahvolni kuzatib o'tirgan bir tulki bor ekan. O tulki asta berib sher yeb oshirib qo'ygan kiyikni yeyishga boshladi. Men bu ahvolni ko'rib, shundoq bir falsafani o'rgandimki, odam ishlamaganga o'lmaydi ekan. Şirdek caba tartıp yemesenmi, tulkidek peytini kütüp yetip başkalar aşırıp koyganını yesenmi aç kalmaydıgan gepken dep şunu bildim deydi. Ata oğlunun sözlerine kulak selip anlap boğandan keyin onunla əfsuslangan halda mundaq deydi. "Ey oğlum, men seni başkalardan aşkanını emas, öz kolu bilen mehnet kılıp halaldın. Yesin pişanisinden ter akkızıp, yesin, şundaq yeyishni ügensin, tayyor tap tulki bolmay, jasoratlik sher bolsun, ägashguchi bolmay, ägashtirguchi bolsun, olguchi bolmay, berguchi bolsun, bechora bolmay, bechoralarga yordam qilguchi bolsun, boshqurguchi bolmay, boshqurguchi bolsun deb cho'ng qilgan edim. Ammo sen bu safsatini menga falsafa deb elib kelsa, bu nima degan qamlashmagan ish debdi. Allama Muhammad Ratib Nablisi mundaq bir qissani rivoyat qildi. Bir tunishim menga mundaq deb berdi. Bir kuni bir bozorda mashinamni to'xtatib tursam, bir yosh keldi va atigandan biri och qolganligini aytib 2 lira sadaqa qilishimni talab qildi. Qarasam, uning tini saq, o'zimi yosh, ishlashga qodir. Men uningga taklif qo'ydim. Bo'ladi, undaqda siz mau mashinani yuvib bering, men sizga 15 lira beray dedim. Ammo u yosh qo'shimisini turib, men sizdan sadaqa tiladim, ish tilamadim dedi. Men dedim, ey qarindosh, mana mashinamda bir chelak suvmi bor. Aytadigan latimi bor.
Siz faqatla mashinamni yuvib bering, sizdan hech qanday chiqim bo'lmaydi. Men sizga 2 lira emas, 15 lira beraman. Deb qo'liga chilakni tutqizib qo'ydim. Ammo o chilakni tashlab o'tib ketib qoldi. Shaksizki bunday insonlar och qoladi va och qolganligini Alloh taoladan ko'rib, Alloh meni och qo'ydi deb Allohga tuhmat qildi. Halbuki Alloh taolo sudagi baliqqa, havodagi qushlarga, yer ostidagi qurt qo'ng'izlarga rizq berdi. Ammo ashularni rizqini tepib yeyish uchun harakat qildirdi. Jafo tortqizdi. Qushlar rizqini tepish uchun turmasdan uchidi. Baliqlar rizqini tepish uchun harakat qilib yuridi, izlaydi. Qurt qo'ng'izlar rizqini tepish uchun midirlab yuridi. İnsan aqlli va qilman degan ishni qila oladigan alohida bir maxluq turuqliq, shu qurt qo'ng'izlarchilik bo'la olmasa bu qanday bo'lg'ini? Qadrli do'stlar, bu yerda tugidi. Alloh taolo hammamizni halol ishlab, halol kasb qilib pul topadigan halol niyat kishilardan qilsin. Amin.